Mirzaxon Xonobodda Ramazon oyi kirib kelayotganligi munosabati bilan 99 ming so'mlik aksiya ketyapti ekan. Hozir sizlarga kirib ko'rsataman qaysi turdagi kiyim-kechaklarga aksiya ketayotganini. Ramazon oyiga bezaklar ham bor ekan, mana chiroyli. Xo'p, kirib ko'rsatay. Qaysi? Mana shimlarimiz bor. 180 ming, 190 ming so'mdan sotilgan shimlarimizni 99 ming so'mdan Ramazon oyiga skidka qilib qo'ydik. Bundan tashqari oyoq kiyimlarimiz ham bor. Oyoq kiyimlarimiz ham 99 ming so'mdan bemalol xarid qilib ketishaveradi. Sifatlari zo'r. Men yosh kattalarga manlarni ham ko'rsatdim. Mana yosh kattalarga, o'rta yoshlilarga salamandira oyoq kiyimimiz 99 ming so'mdan bemalol baquvvat oyoq kiyimlarimizni xarid qilib ketsa bo'ladi. Krossovka mana. Krossovkalarni ham 99 ming so'mdan kelaveradi. Vitrovkalarimiz mana bahorga tepa past duvoykalarimiz bor kelgan. Bularda 350 ming so'mlik 260 ming so'mdan qilib beramiz. Mana biz 240 ming so'm qilib beramiz. Tepa past duvoyka, vitrovka, sviterlar, assortimentlar. Bemalol kelib. Atirlar ham bor bizda. Atirlarimiz ham bor mana. Toza dubayskiy atirlar. Bularda aralashmagan. Bemalol bularni xohlagan didiga qarab tayyorlab beramiz. O'tkirroq, yumshoqroq o'ziga didiga moslab qilib beramiz. Bemalol kelishaveradi. Egalar nomerlarini pastga qoldirib qo'yaman. Aloqaga chiqaverasizlar. Ish vaqtlari o'sha 9:00 dan kech payti nechigacha? 22:00. 22:00 gacha ekan. Kelaverasizlar do'stlar. Manzil Xonobodda masjidning yonida.